Mening qaynotam. Alo? Jonim mana. Vaqtida qo'ng'iroq qilding. Zerikib turgandim. Ha, yetib keldik. Ishon, zo'rg'a yetib keldik. Xayolimda Marsga mashinada keldim. Yo'q, hali ko'rishmadim. Kelsinchi ko'ramiz. Birorta badbashara bo'lsa kerak. Hozir kelsa, sekin damini berib yuboraman. Xo'p, mayli. Xo'p, mayli. Bu o'pib qolaman. Telefonni yeb qo'ymang. Sal turib qilaman. Salom. Assalomu alaykum. Mag'rurman-de. Kamiga kechikding. Nima siz repermisiz? Reper? Reperga o'xshaymanmi? Bilmadim-u, shu reperlar keng kiyim kiyishadi. O'lchamini topolmaydimi nima balo? Ha, axir sen bu kichkina kallachang bilan qayoqdan ham bilarding moda nimaligini. Buni stil deyshadi. Stil oversize. Tushundingmi? Buni shaharliklar bilishadi. Senga dala bo'lsa, o'lam bo'lsa, suv bo'lsa, o'tin bo'lsa, tezak bo'lsa, sen bechora qayoqdan ham bilarding. Buni manmanlik desa ham bo'ladi. Bu manmanlik emas. Haqiqatni aytdim. Quloq sol. Meni vaqtim yo'q. Bu yerga kelib laqillab aylanib yurishga. Tushundingmi? Dadamni gapi uchun rozi bo'ldim. Seni ko'rishga. Dadamni haq hurmati uchun keldim. Sen hozir uyingga borib, otangami, onangami farqi yo'q. Kirasan, tushuntirasan, men u bolaga tegmayman, yoqmadi deb biror bahona topasan. Muhimi to'y bo'lmasin. Rahmat akajon. Ishimiz ko'p. Ishingiz ko'p, vaqtingiz yo'q. Ha, mayli. Xullas, bizni uyimiz, sizni uyingiz. Qachon kelsangiz, eshigimiz hamisha ochiq. O'z uyingizday bemalol. Mashina kimniki mashina? Nasib qilgan bo'lsa kelamiz. Bo'lajak kuyovingizni mashinasi. Kuyovni mashinasi? Kuyovni mashinasi deng. Xullas, shunday ish qilginki, men bu qishloqqa boshqa qaytib kelmay. Asablarim chidamaydi. Tushundingmi? Ana endi meni eshiting. O'zingizcha shaharlikman, pulga hamma narsani sotib olaman deb o'ylasangiz, adashasiz. Men sizni ushlab turganim yo'q. Menga boshqa bunaqa gapirmang. Sure. Hali shoshma. Bu shapaloq uchun hayoting bilan javob berasan. Hali birorta qiz meni urmagan. Bu yigitga qara. Qanaqa ot minganidan yigitni kimligini bilsang bo'ladi. Qo'shnilar ko'rishadi. Endi qandin ursin. Mehnat qilgan ishbilarmon yigit ekan. Qandini ursin. Ofarin. Ha, Xudo eshitishimcha, shaharda ikkita katta biznesmen bo'lsa, bittasi ekan, ha? Shu gap rostmi? Ha, rost akajon. Rostmi? Lekin bizni eshitishimizcha, juda ham boy odamlar ekan. Bu ham bizni obro'yimizda, to'g'rimi? Ha? Albatta. Xudang bo'lsa, shunday bo'lsa-da. Men ham qizimni qiynalib voyaga yetkazganman. Shunday joyga tushsinki, ertaga biz qiynalmaylik. To'g'rimi? Qandin ursin. Aytingchi, bu Qudratovlarning boshqa farzandlari ham bormi yoki Bitta shu o'g'li bor. bitta shu o'g'limi? Ha, faqat shu o'g'li. Ha, merosxo'r shumi? Bizni kuyovmi? Ha, shu. Meni kuyovim merosxo'r. Shunaqa. Mana meni o'g'lim yo'q. Meni o'g'limning o'rniga o'g'il bo'lsin. Mana meni dada deb yoki ota deb chaqirsin. Men xursand bo'laman. Bolam qatori, bolam farzandim bo'ladi. Bo'ladimi? Muborak bo'lsin. Qo'ylar muborak.
Rahmat. Sizga Muborak rahmat. bo'lsin. Aytgancha, mobil ilova ishga tushdimi? Ha, xo'jayin, 1 oy bo'ldi ishga tushganiga. Barakalla, barakalla. Marhamat kiring. Mumkinmi? Kel, Cho'tiboy, kel. Mana, Rahmat. menga boshqa ishing yo'qmi? Yo'q. Unda boraver. Cho'tiboy. Juda bir nozik masala bor. Xo'sh. Shu o'g'limni masalasida yordam berishingni istardim. Oldinga kelgandi. Ko'rdim. Xonamda o'tiribdi. Hech ham o'z yo'lini topolmayapti-da. Bir yo'lini ko'rsatamiz, bu boshqa tarafga ketadi. Boshqa yo'lni ko'rsatsak, boshqa tomonga ketadi. Ahvolimni qara, Cho'tiboy. Boshimda soch qolmadi. Qolgani ham oqarib ketdi. O'zing bir nima qil. Biroz muddat seni qo'l ostingda bo'lsin. Hayotni o'rgat, ishni, odamgarchilikni o'rgat. Cho'tiboy, go'sht seniki, suyagi bizniki. O'zing yaxshilab tarbiyala. Nima deysan? Nusrat. Juda qattiq qo'l bo'lish yaxshi emas. O'g'lingni qo'ldan boy berasan. Gaping to'g'ri. Endi o'zing tushunasan-ku. Tarbiya juda ham nozik masala. Shu bolani tarbiyala. Bolani senga, seni Xudoga topshirdim. Nima deysan? Mayli. Ko'ramiz. Rahmat senga. Rahmat. Salomat bo'l. Emin. Bor, choy damlab kel. Men choy damlay? Ha? Kechirasiz-u. Men bu yerga choy damlagani kelmaganman. Men ish o'rganaman, ish qilaman, bankir bo'laman, rais bo'laman deb kelganman. Avval iqtisod, keyin siyosat. Bor. Hoy. Piyolani ham olib ket. Nimaga? Yuvib kel. Tushunmadingmi? Ko'k choy yoki qora choy damlayman. Omuqda. Tushundingmi? Somuxtasidan tayyorlayman.
Alo. Alo. Va alaykum assalom. Ha, tanidim Baxtiyorjon. Nima gap? Nima yangilik? Hay, yo'q. Hozirni o'zidayoq bu xushxabarni yetkazaman. Yaxshi qol bolajonim. Nima qilmoqchisiz? Choy damlashim kerak edi. Keling, yordam beraman. Qaynamaganmi? Yo'q, hali qaynamagan. Tozalab yuvgin-a. Bo'ldimi? Ha, oling. Katta rahmat. Meni qarzdor qildingiz. Qo'shni. Xushxabar qo'shni. Haytali. Hoy, Haytali. Ha. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Ay, tinchlikmi? haytali. Shaytonlab kelyapsan? Tinchlikmi? Birorta jinpin urdimi? Oxirgi marta meni to'yimda raqsga tushganding, ha? Esingdami? Xushxabar olib keldim, xushxabar. Nima xabar? Xushxabar. Nima xabar? Sovchilikka kelishar ekan, sovchilikka. Kim? Nima kim? Qudratovlarda Dushanbedan kelishar ekan. Nima? Ular meni tez rozi bo'ladi deb o'ylashdimi? Namuncha nozlanasan-a. Bunaqa qudalarni qayerdan topasan? Tayyorgarligingni ko'r, ertaga kelishadi. Ey, kampirsho. Ular Qudratov bo'lsa, men Jorupovman. Qudratovlarmish. Qudratovingdan o'rgil. Ustoz, Omuxtani dodasi. Qaytar. Yana. Ko'piga chiqdi-ku. U foizi. Ishni o'rganish kerak. Yarmini. Uch marta. 3 marta. Endi qo'y. Yaxshi. Bu boshqa gap.
Kampirshoh hormasinlar. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ha, ota bola qayoqlardan? Bozordan? Ha, nech pul xarajat qilding? So'rama. Hozir borib hisob-kitob qilaman. Seni shuncha xarajat qilganingga ishongim kelmayapti-da. Ular Qudratovlar bo'lsa, men Joribovman. Bas ketish yo'q. Kechga qudalar kelmasidan vaqtliroq o'tgan, xo'pmi? Xavotir olma, kechikmayman. O'zim senga valeriyanka olib boraman, tag'in yuraging to'xtab qolmasin. Tez. Otajon. Ko'k choy damlaymi yo qora choymi? Choy nimaga kerak? Hozir choy ichishni vaqtimi? Ko'rmayapsanmi? Qancha xarajat qilganimni? Ko'rmayapsanmi? Yo'q joydan sen uchun shuncha xarajat. 1303 so'm 60 tiyin. Bu pullarni yiqqanimcha qancha vaqtim ketganini bilasanmi? Bu pullar jigardan bo'lgan, jigardan. Qancha umrim ketgan. Pullar o'z-o'zidan kelmagan. Sen choy ichasizmi deysan? Hozir choy ichishni vaqtimi? Shu paytda ham mendan choy ichishni so'raysanmi? Holing qanday deb so'rashni o'rniga so'ragan narsangni qara. Menga qara. Ariqdagi suv nimaga kerak? Choyga quruq choy kerak. Uni sotib olish kerak. Sotib olish uchun pul kerak. Mana ariqda shuncha tekin suv oqyapti-ku. Mana shunday olasan, mazza qilib zahringga ichasan. Mana bo'ldi. Mana chanqog'im bosildi. Tushundim otajon, nima ovqat qilay? Bu yana ovqat deydi-ya. Yana shu gap, yana shu ish. Oshxonada xaltadagi qotgan non turibdimi? Bor o'shani olib kel, suvga irtib yeyman. Menga ovqat kerak emas. Menga bo'laveradi. Qotgan non yesam ham o'lib qolmayman. Bor, serrayib peshonamda turmasdan harakatingni qil. Ahvolimni qara, umrimda shuncha xarajat qilmaganman. Menga qara, mollarga yana xashak berib o'tirma. Ariqdan suv ichsa yetadi. Bir kunda bir marta yesa yetadi. Ko'p xashak bersang ham foydasi yo'q, zoya. Bu mollar ochdan o'lmaydi. Zaynab, sen xursand bo'laverma. Hamma xarajat qilgan pullarimni qalin puliga qo'shaman. Tushundingmi? 2 barobar qilib chiqarib olaman. Ko'rasan, 2 barobar qilib chiqarib olaman. Qaysi go'rda yuribsan? Qani aytgan sovchilar? Qo'ng'iroq qilishdi, kelib qolishdi. Kelishyaptimi? Yaxshi. Yaxshi. Yangi ko'ylak Ular kiysan. kelishadi-ku, yarashibdimi? Zo'r yarashibdi. Menga hamma narsa yarashadi. Ko'ryapsanmi? Do'ppi ham yarashgan. Do'ppi nega? Tegma, bu mol topar do'ppi. Ana kelishdi. Bor qara, bor. Ana kelishdi. Bor, eshikni och. Bora qol, eshikni ochsang-chi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, xush kelibsiz. Qani? Assalomu alaykum Nusratjon. Marhamat qilsinlar. Kelinjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni ham ko'radigan kun bor ekan-ku. Qani marhamat, xush kelibsizlar. Qani uyga kiringlar. Yuring. Qani, tez. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Qani, sekin. Qani, kiringlar. Kir tez. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Xush kelibsiz. Bizni chivinlardan xafa bo'lmang. Vaqsh daryosi yaqin bo'lganiga bular ham mehmonni oldiga kelishgan. Bemalol olib o'tiring. Xush kelibsiz. Zaynabjon, Labbay. choyni olib kel. Xo'p bo'ladi. Qani, dasturxonga marhamat. Oling, olib o'tiringlar.
Qani ber. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nusratjon, iltimosingizni bajardim. Qishloqni eng oldi qizini topdim. Endi bu yog'ini o'zinglar hal qilinglar. Hamma gap sizlarda-da. Hayitalijon. Biz umid bilan sizni xonadoningizga xush kelibsiz. Yolg'iz o'g'limizni boshini ikki qilish niyatimiz bor. Juda yaxshi savobli ishni boshlabsiz. Xayrli ish shundaymi, Kampirsho? Nega indamaysan? Men nima ham derdim? Yoshlar bir-birini ko'rishgan, bir-biriga ma'qul. Endi qolgan hamma biz kattalarda qolgan. Lekin men to'g'risini aytmasam bo'lmaydi. Meni qizim onasiz katta bo'lgan. Endi o'zingizga ma'lum. Qiz bolani onasiz katta qilish qanchalik qiyinligini, men bu qizni qanaqa azob bilan katta qilganimni mana Husnora aytsin. Shuni ko'z oldida katta bo'lgan. Agar men yolg'on gapirayotgan bo'lsam, mana tirik guvoh. O'zi aytsin. Baxtiyor. Onasiz katta bo'lgani uchun ko'ngli yarim. Qo'shni qiz yangi ko'ylak olsa, ko'ngli o'ksimasin deb naqd karvon bozordan yangi ko'ylak olib beraman. Nima moda bo'lsa, o'sha modani olib kelib beraman. Hamma havas qiladi. Men qizimga juda ham yaxshi qarayman. Men dollarni hidi boshqachada. Dollarni ko'rsa tushadi, deyishdi, rostmi? Oldin baland edi-ya. Yana nima ham derdim? Xush kelibsiz. Gapning indallosi, qizimni qanchalik azob bilan katta qilganimni o'zim juda ham yaxshi bilaman. Kamiga bu qiz har narsani yemaydi. Hamma narsani gulini terib yeydi. Xohlaganini supermarketdan oladi. Ko'ngli o'ksimasin deb nima desa, xo'p deb mehnat qilib katta qilyapman. Boshi tik bo'lsin, shu baland bo'yiga yangi oyoq kiyimlar. Haytali. Labay nima? Nima deysan? Xo'p, mayli, sizlar nima desalaringiz shuda. Men roziman. Biz rozi. Amin. Ikkala yosh qo'sha qarisin, ser farzand bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Zaynabjon. Labbay. Oshni so'z. Hozir. Oshni ham qizimni o'zi qilgan. Ishoning, mazasi og'zingizda qoladi. Hammasini o'zi pishiradi. Juda ham mazali osh qiladi. Tilla qizimda meni uni olib ketsangiz, uyim bo'shab qoladi-da. Oshni ol. Xo'p, mana. Nima deysan, onasi? Ajoyib. Chiroylimi? Qaddi qomatini ko'rdingmi? Kelin qilamiz, xudo xohlasa. Bu dollarni kursi necha ekan? Sizlar bilasizlar, kursi necha ekanligini. Haytali. Mayli. Keyin bilib olamiz. Borib bilarmiz. Hech gap emas. Xush kelibsizlar. Qani? Bismillah, qani? Oling. Qani? Marhamat. Qandingni o'rib, boringga shukr. Ol. Yaxshi ish qilding. Qani? Oling, quda. Marhamat, oling. Oling. Sekin. Ko'rdingmi, Misha? Meni sevgilimni yerga berishyapti. Axir men dardimni kimga aytay? Ularga aytay desam, ular qo'y bo'lsa. Seni oldinga keldim. Sendan boshqa kimim bor? Sen buqa bo'lganing uchun meni tushunasan. Endi uylanmasam kerak. Sizlar yeb turinglar, keyin suvlaringni beraman.
Qalaysan? Yaxshimisan? Ha yigit, uylanmasdan uy ishlariga o'tibsanmi? Tinchlikmi? Barakalla. Tozalik sog'lik garovidir. Boshliqman deganding? Zamonaviy boshliqda. Emin. Kim bular? Do'stlarim, Chiqlaring. Bu deyman, qon bosimingiz balandmi aka? Ko'k choy ichib oling. chiqinglar. Chiq dedim. Bo'ldi. Chiq. Uzr. Qara, qani yurlaring. Xush kelibsan. Kech kelding-da. Hidini qarang, hidini. Mana bu. Mana shunday. Bu boshqa gap. Sen belni quvvati, yurakni darmonisan, joningdan. Ana bo'ldi. Bu nimasi? Ey, sen bizga nima deganding? Osh qilib beraman deganding. Bu nima degan gap? Soat ham 12 bo'ldi. Borib bir oshxo'rlik qilmaymizmi? Nima deysan, Yusuf? Vaqtini olmaylik. Ishi bor buni. Mayli, chalg'itmaylik. Do'stlar, meni umuman tushunmaydi. Tushunishni xohlamaydi. U qayerdan paydo bo'ldi? Menimcha dadam topshiriq bergan. Seni dadangda. Ish qanday ekan? Emin. 12 da hammamiz oshga boramiz deganmiz. Birga bir oshga xarajat qildik. Hamma narsa tayyor. Faqat sen kimsan? Hozir ish vaqti. Uzr yigitlar. Eminni ish vaqti deyish kulgili chiqarkan, hech qisi yo'q. Ishlayver. Dadangni ishonchiga kir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin pullarni mazza qilib ishlatamiz. Direktorman deganding, bu yerda nima qilib yuribsan? Nasib qilsa bo'laman. Sekin-sekin. Sharmanda qilding. Ha, qani bo'laman. U gaplar qizlar uchun edi. Bu yerda o'zimizning ishimiz bor, to'g'rimi? Po'lartish-a? Po'lartishni yaxshilab o'rgan. Kerak bo'ladi. Xo'sh, sen oshga bormaysan, ha? Ha, bo'pti. Biror yo'l yo'qmi? Ishdan keyin. Mana, osh ham tayyor bo'ldi. Ishdan keyin, do'stlar. Yigitlar, tashqariga chiqinglar. Buyruq keldi. Buyruq? Bizni qayerlardan haydashmaganim. Bu yer nima bo'pti? Ketdik. Ko'rishamiz. Bo'pti. Sangalijon. Bolajonim,
Nima dunyoda Zaynabdan boshqa qiz qurib qopdimi? Hali hammasini vaqti kelib unutasan. Biroz vaqt kerak bolam. Men sen uchun qishloqni eng yaxshi qizini topaman. Jon bolam, xafa bo'laverma. Siqilaverma bolam. Mana ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'pmi? Siqilaverma. O'zingni qo'lga ol. Ey onajon. Zaynabning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Nimadir buyurtma qilaymi? Первый, второй. Bu yerning ovqatlari juda mazali. Rahmat. Bu yerning ovqatlaridan yeganman. Marhamat. Boringizga shukr, Baxtiyor aka. Xullas, Emin haqida gaplashmoqchiman. Nima darding bor, Zaynab? Gapir. Ota, men turmushga chiqmayman. Turmushga chiqmaysan? Emin va Amira haqidagi ertakni Eminni dadasi bilmasligi kerak. Amirani uyiga borganingizdan hammasidan xabarim bor. Shunga sizni bu yerga chaqirgan edim. Bu juda nozik masala. Yusuf. Tushunaman. Jiddiy masala, chunki bu yerda bir necha insonning taqdiri hal bo'lmoqda. Lekin bandani aytgani emas, Xudoni aytgani bo'ladi deyishadi. Shunday emasmi? Har bir voqeaning ortida bir hikmat bor. To'y arafasida yoshi bir joyga yetib qolgan Eminni dadasi bu haqida eshitib qolsa, sog'lig'iga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini hech o'ylab ko'rdingizmi? Buni oxiri yomon bo'lishi mumkin. Meni eshit, Yusuf. Bu masalani boshqa tarafdan olib qarasak, ular 4 yildan beri yaqin munosabatda. Balki ularning farzandi bordir yoki qiz homilador bo'lsa-chi. Kimdir sendan tegasanmi yo'qmi deb so'radimi? Ey, ota-onamiz bizdan olasanmi, tegasanmi deb so'rab o'tirishmagan. Nima desalar xo'p deb hurmatini qilib turmush qurganmiz. Nega turmushga chiqmaysan? Shaharlik yigit menga yoqmadi. Senga yoqmagan bo'lsa menga yoqdi. Tushundingmi? Men tegasan dedimmi, tegasan, bo'ldi. Farzandi yo'q. Bu aniq. Faqat bir-birlarini sevishadi. Agar Emin u qizga uylansa, bu qizning hayoti barbod bo'lib ketmaydimi? Siz bu masalada o'ylanmang. Bolalikdan barchamiz do'stmiz. Amirani masalasini shaxsan o'zim hal qilaman. Xotirjam bo'ling. Ishonching komilmi? Bu meni bo'ynimda. Tasavvur qiling, siz barchasini Eminni dadasiga aytdingiz. Keyin nima bo'ladi? Qarabsizki, Eminni haydab yuboradi. Bu esa uni oilasi uchun juda katta sharmandalik. Keyin yana menga hammasini bila turib, nega aytmading Yusuf deb yurmang. Nega jim bo'lib qolding? Ota, meni o'ldirsangiz ham men u bolaga turmushga chiqmayman. Ey, ahmoqlik qilma. Hozir seni bir turmushga chiqasan. Turmushga chiqasan dedimmi, chiqasan. Otajon. Otajon, sizga nima bo'ldi? Mayli, xo'p, siz nima desangiz shu. Otajon, xo'p, tegaman. Xo'p, ota, xo'p. Aniq tegasanmi? Ha, aniq. Keyin aynib qolmaysanmi? Yo'q. Ha? Yo'q. Rahmat qizim. Zaynab. 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 Bu
Assalomu alaykum. Nega keldingiz? Hozir dadam ko'rib qolsa-chi? Nima ham qilardi? Bir gap eshitdim, shu to'g'rimi? Nima gap? Shaharlikka turmushga chiqyapsan ekan. Qudratovlar kelin qilishayotgan ekan. Ha, to'g'ri. Endi men nima qilaman? Shuncha yil seni kutdim. Shuncha yil gaplashdik, qancha azob chekib ishladim, mehnat qildim, senga uylanaman deb. Qo'limdan hech narsa kelmadi. Kechiring. Meni necha marta uylantirishmoqchi edi. Lekin men rozi bo'lmadim. Seni kutdim. Sen menga, meni kuting, men sizga tegaman deb va'da berganding-ku. Esingdan chiqib qoldimi? Meni ham to'g'ri tushuning. Yaqinda meni to'yim. Iltimos, bu yerga boshqa kelmang. Kampirsho. Yana bir qaytar, nima deding? Tushunmadim. Baxtiyor qo'ng'iroq qildi deyapman. Qizing shaharga borish kerak ekan, chunki yaqinda to'y, uzuk olish kerak, ko'ylak olish kerak, har xil taqinchoqlar olish kerak ekan. Xullas to'yga kerakli hamma narsalarni olish kerak ekan. Qayerga boradi qizim? Hatto yo'lni bilmaydi. Hali qizim uni nikohida emas. Odamlar nima deydi? Bir gaplarni gapirasanki, Ularga nima deyman? bormaydi.